Assalomu alaykum aka uka opa singillar. Bugun Gurchumulla qishlog'iga kelganmiz. Bo'stonliq tumaniga. Shunaqa zo'r dachaga kelganmiz. Archalari 60-70 yillik archalar ekan, sasnalar. Ko'ringlar kattaligini, qalinligini. Bu dachada shunaqa kislorod ko'pki, odam terlamayapti. Ko'rishingiz uchun. Вообще katta ekan archalari. Shunaqa archalardan to'lib yotibdi. Bu dachani Ko'ksuv yorig'iga ketaverishda ko'rib ketsanglar bo'ladi. Ko'ksuv yorig'iga ketadiganlar bo'lsa, shundoq yo'lni yoqasida. Afzalliklari shundoq pasimizda chorvoq suvi shu dachani o'zidan tushiladi. Yon atrofida ikkita sharshara bor. Bittasi mana shu buloq suvi sharsharasi bo'lsa, bittasi mana bu soy bo'yi bor. Ovozini eshitayotgan bo'lsanglar, 500 metr tepada sharshara bor. Bu dachamizni 10-15 kishigacha odamlarni qabul qiladi. Mana soyimizni. Iyun oyini boshlanishida o'sha hamma yoq bu yoqlar suv bo'ladi. Chorvoq suvi to'lib ko'k bo'ladi hamma yog'i. Mana qaraydigan bola. Mana shu yerda Anvar. Anvar, qanchadan qilib berasan endi? May oyini oxirigacha hali odam olmadi. Endi mana bugun ochdik. Suvlar basseynlari ham katta ekan lekin. Unga 5 basseyn yetishadi edi. 1 milliondan qilib beraman. 1 milliondan? 1 milliondan qilib beraman. Mana shu archani oldiga tursang-chi. Bu tog'li zonalarda otlar ham bormi? Otlarimiz bor. Bormi sizlar? Bemalol kelishsa, otlardan mana shu Ko'ksuv yorig'iga olib borib keladigan gitlari bilan otlar bor. Otlar bor-a? 15 ta necha kishi keladigan bo'lsa, Ha, git xizmati ham bor ekan, azizlar, Ko'ksuv yorig'iga. Va archani oldiga bitta turib bersang, archani kattaligini. Yo'q, archa bizdan ancha kattaligi yo'q. Ha, ko'ringlar. 50-60 yil bo'lgan archalar. 50-60 yil bo'lgan, haqiqatan ham. Archa o'tinlar ko'rdinglar ham, taxlab qo'yibdi sizlar uchun. Kelinglar, dam olinglar. Shu qishloq bo'yicha turlarni ham shu bolaga telefon qilsanglar, sizlarga yordam qo'lidan kelgancha yordam qilib beradi. Ozdachani ko'rsataman sizlarga. O'tiradigan joyi. Shu ertalab quyosh bo'lar ekan. Ne bu yerda? Saharda Bitta quyosh chiqadi, shu tog' orqasidan quyosh chiqadi. bu joyda faqat shu ertalab quyosh tushib ko'rasizlar, chunki o'sha abedda tepada bo'ladi. Quyosh o'tmaydi. Saharda quyosh qayerdan chiqadi ana? Mana shu ro'paramizdagi tog' Orqasidan chiqadi. Bo'ldi, shu bilan mana shundoq ketadi, ko'ringlar. Klientlarimiz turib zavtira qilguncha quyosh ketib qoladi. Quyosh ketib qoladi, ha. To'g'ri bo'sh ketishimiz. To'g'ri. Mana bu yerda tapchanlari bor. Stullari bor ekan. Ko'ringlar mana. Oldida oshxonasi, xolodilnik, mangal, bilyard. Hozirlarga suv bo'yini ko'rsataman. Ma'lumot uchun mana shu yergacha chorvoq suvi chiqadi. 1-iyungacha. Bugun 22-may. Mana suv bo'yi. 18-may. Bugun 18-may 2026-yil. Shu tabiatdagi dachani sizlarga egasining nomerini qoldiraman. Qarab yuradigan egasi Odil aka bo'ladi. Shu dachani shu bola yurg'izadi, odam qo'yib ishlariga qarashadi. Ismi Anvar, nomerini qoldiraman. Xonalar ham muzdek ekan-a? Xonalar muzdek. Bugun o'zi Toshkent dim bo'lib yotibdi. O'zim shahardan keldim. Salqin. Ana xonalari ham chakka emas remontlari. Maza qilasizlar nega? Zo'r ekan. Menga ma'qul keldi. Haqiqatan miyaga dam beradigan dacha ekan. Xonalarini ko'ringlar. Bu yoqda ham, ha? Xonalar. Yo'q, sanuzilda ishlayman. Ko'ryapsizlar xonalarni.
Sanuzeli ham Ha, bor. ichkarida Tashqarida ham bor, ha? Tashqarida ham bor, ichkarida ham bor. Hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Dachi puliga arziydi. Birinchi o'rinda havosi toza. Chunki hamma yoq archazor bu yoqda. Archa bo'lgandan keyin qanaqadir havo zo'r bo'ladi. Maza qilib qorasizlar. Tabiatdan. Qushlarning ovozini ham eshityapsizlar. Biza realni shu video olamiz, montaj qilmaymiz, shundoq joylaymiz. Bu joyda telefon, televizor kerak emas. Mana shu soyi ovozini o'zi sizni mast qiladi. Baseni ham yomon emas.